Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz muxlislari. Bugun biza 4-mikrorayonda yangi domni 4-etajında 3 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilgan do'stlar. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Eshigimizdan kirib kelaverishimiz buni net qo'yibdilar. Bu yon tarafında prixo'ja zonalari, yana prixo'jalar qo'yilgan tayyor holatida. Bu yerimizda registrlar tashlab o'tilgan koridor uchun. O'ng tarafimizda rakina mestalari chiroylatib qo'yibdilar. Bu yerimiz laminat koridorimiz tushgan. 2 zal, 1 spalni, 3 komnatli kvartira do'stlar. Birinchidan gösteramiz. Bir de tuvaletlarining отдельный sanuzellar ham aristolar qo'yilib, bu da talqa plastik etilingan. Ko'rib turganlaringizdek tayyor holatida do'stlar. Eshiklarimiz MDF eshiklardan qo'yilgan. Bu yerimizda kuxnyamiz ham ukoloklara qo'yilib, tayyor holatida turibdi. Nastilniy kotellar qo'yilgan, akvaplastik aynalar qo'yib o'tilgan do'stlar. Kuxnyning garniturlari o'rnadan qo'yilgan. Jihozlari bilan sotiladi do'stlar bu uyimiz. Jihozlar bilan. Eshiklarimiz MDF eshiklardan. Bu yerda spalnisi ham katta tushgan, ko'rib turganlaringizdek hamma jihozlar qoladi. Perdeler ham chiroyli perdelar, podsvet etilgan. Shuning ko'rinishida do'stlar. Bu yerda zalimiz ham 5'e 6,5 tushgan zalimiz. Registrlarni ko'ringlar. Kattalikda qo'yilgan registrlari. Mana katta tip qo'yilgan registrlarni. Mo'y sho'balardan urilgan, patologlar ham chiroyli bizatib qo'yibdilar. Konditsionerlari qoladi. Ko'rib turgan neki jihozlarimiz bo'lsa, hamma jihozlar qoladi do'stlar. İkinci zalni ham ko'rsatib o'tamiz do'stlar. İkinci zalni. Do'stlar, yana ikkinchi bu spalnyamiz. Bu spalnyamiz ham keng tushgan. Keng. Bunning uli kvadratli, bunning keng yer, по-моему, bu territoriyada yo'q. 4-mikrorayonda местоположениесі kvadratına gelip ise kvadrat 96 kvadrat. Pulundan to'xtalsak do'stlar, pul summasi 55.000 dollardan turibdi. Gelişlerden yeri bor. Gelsengizlar, gelişib olaverasizlar do'stlar. Esa hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Shunday o'ylarni kim niyat etgan bo'lsa, niyatini yetib olsinlar degan bizlar ham niyatdamiz do'stlar. Like, podpiskaniyatdan chiqarmanglar.